Men o'zim Jarqo'rg'ondanman. Mana shu salomatlik markazida 1,5 yildan beri qatnayman. Keyin bir kuni yo'lda ko'rib, mana shu kavrak degan nimani ko'rib qoldikda, ikkita dugonam bilan mana shu kavrak nimasiga keldim. Bularda natijalarni eshitib, men ham miyamda hammasini saqlanib qildimda, uyga borib, nevaramda qurt bo'lsa kerak, chunki sal betida oq qarish bor deb bo'ldi deyvering, men shu bittadan bering dedi. Men o'sha bittadan berib boshladim. 3 kunda nevaramning ichi og'rib, shunchalar keyin katta hojatga borganda tashqari o'tirg'izib ko'rdik, oq qurtlar shunchalik tushdi. Endi hozirlar tushmay qoldi-yu, bu kishi aytdiki, yana izini ko'ring dedi, yashil xaltachalar tushib boshladi. Mana shundan men bolalarda qurtning tushishiga juda ham ishondim. Biz oilaviy, o'g'lim, kelinim, tuqqan kelinim 6 kishi bitta oilada ichyapmiz. Natija zo'r. Nevaralaringiz necha yoshda? Birov 4 yosh, birov 5 yosh. Ikkovim o'g'il bola. Emizikli, hali endi qichilar chiqqan kelinimga ichib boshladim. O'g'lim, 2 o'g'lim, 2 nevaram, kelinim, men 6 kishi ichyapmiz bitta oilada. Hammasi zo'r.